Ko'z inson tanasidagi eng muhim sezgi a'zolaridan biri bo'lib, u orqali biz atrof muhitni ko'ramiz, ranglar va shakllarni ajratamiz. Ko'z yorug'lik nurlarini qabul qilib, ularni maxsus hujayralar yordamida qayta ishlaydi va asab tolalari orqali miyaga uzatadi. Miya esa bu ma'lumotlarni tasvirga aylantiradi. Ko'z bir necha qismlardan iborat: qorachiq, gavhar, linza, to'r parda va boshqa tuzilmalar. Har bir qism o'z vazifasini bajaradi. Masalan, qorachiq yorug'lik miqdorini boshqaradi. Gavhar esa tasvirni to'g'ri fokuslaydi. Ko'z sog'lig'ini saqlash juda muhim. Buning uchun to'g'ri ovqatlanish, kompyuter va telefonlardan me'yorda foydalanish, ko'zlarni dam oldirish va muntazam shifokor ko'rigidan o'tish tavsiya etiladi. Sog'lom ko'zlar inson hayot sifatini yaxshilaydi.